Istanbul sortini oldingi yil ekdim. O'shanda ko'rgansizlar, hosildori juda zo'r bo'lgan. Shu Ustotudan 300 kilolab uzdim o'sha paytda. Bu yil ham buni ekdim. 16-fevralda ekkanman. Bu issiqxonamga 780 tup ekdim. Biroz 30 kunda pishdi, hosilga kirdi. 16-fevral bo'lsa 18-marta 18-marta uje uzdim buni. Shu paytgacha uje bir 12 marta, 13 marta uzdim. Bor shu dorilar, yaxshi dorilar olib kelaman. Shu yaxshi dorilar, masalan, bir kun dorili suv quysan, bir kun oddiy suv quyaman. Bargidan har 3 kunda bargidan dori sepaman. Shu bargini yashnatishga, gullarini hosildorlik qish bo'lmasligiga, gullar ushlash uchun alohida yana dorilar sepaman, o'zini bodringni chiroyini berish uchun, vidini berish uchun. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, agrar soha mutaxassislari, issiqxona egalari. Mana biz bugun Toshkent viloyati Zangiota tumani Erkin mafiyada bo'lib turibmiz. Balkim eslagandirsiz, tanigandirsiz, bu o'sha Istanbul gibridi. Yana o'sha joy Mirishkor dehqonimiz Xushbek akaning issiqxonalaridan. Mana bu Istanbul gibridi. Hozir ayni hosil terish vaqtiga yetib keldik. Hozir dehqonimizning o'zlaridan ham o'ziga xos agrotexnik usullarni, maslahatlarini o'zlari sizlar bilan o'rtoqlashadilar. Ko'rib havas qiling azizlar. Eng asosiysi, qadrli kuzatuvchilar, shu yerda aytib o'tishni o'zim joiz deb bildim. Hosillar hozir mana yuqoriga chiqqan. Yuqorisi massiviy hosilga kirgan, avj hosilga kirgan vaqtida endi mana bunga qaranglar. Pastki qismidan, mana bachkisidan 3 ta 4 tadan hosili bor. Mana bu yerda ham bachkidan. Atayin hosillari yerga tegib qolmasligi uchun ko'tarib qo'ygan ekanlar. Mana bu bachkidan ham 3 ta hosili bor. Bachkidan ham hosil oladigan dehqonlardan. Va gibridni o'zi ham shunga ildiz sistemasi ham, vegetativ kuchi ham yetadiki, yuqorida mana shuncha hosili bo'la turib, mana bachkilar, bu endi yuqoriroq bachkilar ekan. Bachkilarda ham hosillari bor. Mana bachkisi, mana hosili. Mana bachkisi, mana hosili. Hozir bu haqda albatta o'zlaridan ham so'rab, siz azizlar bilan o'rtoqlashamiz. Assalomu alaykum, aka. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Dehqonchilik barakasini bersin. Yaxshi kelsin. Assalomu alaykum, Dog'angir aka. Aka, mana sizni dehqonchiligingizga yana havas qilib keldik, aka. Natijalarni guvohi bo'lgani. Shu Istanbul haqida yodingizda bo'lsa bir video olgandik shu yerda. To'g'ri, oldin 1 yil bo'ldi mana. Shu xonada mana xuddi shunga ham 1 yil bo'libdi. Yana shu sortni ekdingiz. Ekdim. Hop, endi nimaga aynan shu sortni yana qaytadan tanladingiz? Nima uchun? Qachon ekilgan? Shular haqida, umuman sort haqida qisqacha bir fikringizni berib o'tsangiz, keyin bir o'zingizga xos agrotexnik usullari bilan ham bir dehqonlar bilan bo'lishsangiz, yuristga aloqador bo'lardi. Ha, bemalol. Bu Istanbul sortini oldingi yil ekdim. O'shanda ko'rgansizlar, hosildori juda zo'r bo'lgan. Shu Ustotudan 300 kilolab uzdim o'sha paytda. Hozir kelib bu yil ham buni ekdim. 16-fevralda ekkanman. Bu issiqxonamga 780 tup ekdim. Shu paytgacha bir oy davomida pishdi, biroz 30 kunda pishdi, hosilga kirdi. 16-fevral bo'lsa 18-marta 18-marta uje uzdim buni. Shu paytgacha uje bir 12 marta, 13 marta uzdim. Kunora. Pochinni boshlanishi o'zi tegi hosilni ham yaxshi berdi. Tegini o'zidan hech bunaqa boshqa bodringni bunaqa ko'p uzmasdim. Pochinni o'zida 90 kilo uzdim. Kunora 90 kilo, 100 kilo chiqardi. Shu 12 marta, 13 marta uzgan bo'lsam, hozir mana tepa jarayon kelganda issiqxona tepalari ildiz zo'riqqan sari bu Istanbul sorti palagi baqvatlashar ekan. Qancha ildiz yirik bo'lsa, bu palagiga shuncha kuch berar ekan. Gibrid degan sort shu ekanda. Ham bachkilar ham ishlash yaxshi ekan. Boshida bachki bermas ekan, lekin keyin uje badani zo'riqqan natijasida badandan shu bachkilar chiqib ketar ekan. Hozir siz bachkisidan ham hosil olasiz. Bu hozirgi kunda kelib tegi hosil uzib bo'lganman. O'sha tegida
olib bo'lingan hosildan yana bachkalar chiqib, mana bachkalar hosilni beryapti. Mana shu jarayon ko'rsangiz, mana. Shu bachkani to'xtatib qo'yganman, mana o'sha hosil bergan o'sha. Uchinchim deb juda ser hosil. Hosiliga gap yo'q lekin mana. Bozorda ham sotaman, shirin bodring deydi. Yaxshi ketyapti. Bozorda ham sotaman deyapsiz. Endi hammaga qiziq baribir. Narx-navo qanaqa bo'lyapti? Mana bugun xudo xolisa 8-aprelda. Ha, 8-aprel. Kunlarda hosillarning narxi qanaqa bo'ldi? Pochinni qanchadan qildingiz? Pochin boshida shu 25 ming paytda chiqdi. Orada keyin bir bozor tushib ketdi, o'zi bildingiz. Keyin hamma hafsala pir bo'ldi. Men Allohga tavakkal qilib bismillah deb qaraverdim. Bor shu dorilar, yaxshi dorilar olib kelaman. Shu yaxshi dorilar, masalan, bir kun dorili suv quysan, bir kun oddiy suv quyaman. Bargidan har 3 kunda bargidan dori sepaman. Shu bargini yashnatishga, gullarini anu hosildorlik qishi bo'lmasligiga, gullar ushlash uchun alohida yana dorilar sepaman, o'zini bodringni chiroyini berish uchun, vidini berish uchun. Chunki rangi ham mana bu och yashil bo'lib qolganda, men oldingi yil bir issiqroq qora bo'lib qoldi. Nimadir oziqa yetmagan hisobiga qora bo'lar ekan. Lekin oziqalar hamma jarayonni berib borsa, bu ham yashil bo'lar ekan. Ichi achu anaqasi yo'q, umuman shirin bodring. Ta'mi yaxshi. Ta'mi zo'r. Hozir shu o'rinda juda ham bir muhim ma'lumot berdik. Bodringni bargidan oziqlantirish. Bargidan oziqlantiraman. Mana ahamiyat berdik, barglari top-toza, hech qanaqa bir yetishmovchilik yoki zarar kunandani belgisi yo'q. Yo'q. Top-toza, yirik yashil barglar. Shu bargidan oziqlantirish o'rni katta ekanda, barg. Juda katta. Ham bunga bodringga men buni vaqt nimalar berdingiz shuni? Shu bargidan ko'proq gelli dorilar, gellar, keyin izobion dorilari, shu bargni yashnatgan dorilarni berdim. Kalis ko'proq, shu bargini yoshartirgan oziqalarni bersa, o'shanda hosil yaxshi bo'lar ekan. Qancha bargi sog' bo'lsa, bargi nafasi yaxshi olgandan keyin hosilga kuch yaxshi berar ekan. Qancha bargi kasal bo'lsa, hosil bera olmas ekan. Bu o'tga hisob. O'zimning tajribamdan kelib chiqdi shu narsa. Vaqtida shamollataman, portchkalarni ochib qo'yaman, dimlab qo'ymayman. Dimlansa bodring bittada o'ladi palagi. Ham ildizi ham baquvvat bo'lsa, uni baylari juda bir tekis ketar ekan. Ham qancha hosil ko'p solsa, hamma hosil beryapti. Mana o'zingiz ko'ryapsiz, mana bitta joyda 1 2 3 4 5 talab-da mana. 5 ta 6 talab. Hisob tashavergan. Zo'riqib yana ana bachkili zo'riqib chiqyapti mana yonidan mana. Hosillarning sifati ham yaxshi. Hosil sifati tekis. Shu oziqasini beryapman. Shu magnili dorisini, kaliy nitrat oziqalarni beryapman. Shana hisobiga bodring bu yil mana oldingi yil bitta ikkita qishig'i bor edi. Bu yil qishi bo'lmasdan oldin o'sha dorini berib olaman. O'sha oldingi yil qaraganim uchun buni yo'liga tushib oldim. Shu oziqasini o'sha ana qo'pollikni kasal bo'lgandan keyin emas, kasaldan oldin qilyapman shu narsani. Kasallikni o'sha proyekt oldingi yil boshimdan o'tgani uchun shu Alloh shuni o'rgatdi, shu narsalarni qildim. Bu yil shu oldingi qilgan narsa hammasini qildim. Oldindan shu kasallik qishi bodring bo'ladimi? Qishiga dori berib qo'ydim. Bayiga pitno keladimi? Pilvikur degan dori bor, shu bayini kasal bo'lishiga qarshi. Uni sepib qo'ydim bagidan. Har 15 kunda shu 10 gram qilib 10 litrga dorilab qo'ydim. Shu dorixonam bor, o'zimni olagan joyim, Nazarbekda aka ukalar bor, Izzat aka degan. O'shalar juda yaxshi bo'lib qolganman. Yoki mana shu dorini bering, ular yaxshi dorilarni berishadi. Bu gal mana buni berdingiz, bu gal uni berdingiz. Oldingalar siz YouTube'da ko'rdik, bu gal yaxshi dorilarni qilamiz deb chiroyli qilib berishdi. Ularga ham rahmat. Ustozimga ham rahmat. Sadil akam o'zim ustozim bo'ladilar. Shu ko'chatchim Sadil akam boshidan o'rgatganlar. Ularning ishlarini olib boryapman-da, o'sha aytganlari bo'yicha qilib, o'zimdan yengillik chiqqan ishlarni ham qilyapman. Endi Xushbek aka, agrotexnikada hozir mana o'ziga xos usullarda lista bor, ya'ni bargdan oziqlantirishi. Endi tuproqqa qanaqa ishlov berdingiz? O'ziga xos usullar. O'zingizning tajribangizdan kelib chiqqan. Misol uchun, tuproqqa ishlov berish yo'llari ko'p. Buni ham ko'p qilganmiz. Bizga prosta shunchaki o'zingizning tajribangiz qiziq. Chunki ilg'or dehqonlarning tajribasini boshqalar bilan bo'lishsak, kuzatuvchilarga ham qiziqda u. Buni yana tajribaga erishdim. Shu qarash davomida shu tegini har 15 kun yumshataman. Bitta ketmonni xulpini chopganda qirib chiqaman tegini, chunki kapilni tomchilatib sug'orilgan paytda suv bitta joyga tushirgandan yer qotib qolar ekan. Keyin o'tda ildiz yurish qiyin bo'lar ekan. Shuning uchun kapilni chetira olaman-da, shu joyini chopib chiqaman mana. Teri chopib chiqqan hisob yer yumshagandan keyin ildiz ma'lum 4 ildiz chiqib turibdimi, shu ildiz chopildimi, yonidan yana ildiz chiqib rivojlanar ekan. O'shanda palay zo'riqib ketar ekan. Ko'proq hamda 4 ildiz emas, o'sha 10 ildiz chiqdimi, o'sha yana ko'proq oziq qoladi. O'shani ildiz tuproqni ko'proq maydonda egallaydi, keyin ko'proq oziq qoladi. Qancha ildiz ko'p bo'lsa, masalan, bitta barmoqda kam ish qilasiz. 10 ta barmoqda ko'p ish qilasiz. Bu ham 10 ta ildiz bo'lsa, shuncha oziqdan so'raverar ekan. Endi bu qancha oziq? Buncha hosil yo'q, unga ancha kuch ham kerak. Shuning uchun mana shu jarayonni kapilni tomchilatib sug'organda ham shu tegi birinchi qo'yganni tegiga qo'yaman, bodringni tegiga qo'yaman. 10 kundan keyin sal qochiraman shuni kapilni. Shu tomchilatib sug'orishi, oxirida keyin
15 santimetr 15 santimetr yoniga qo'yib qo'yganimda shu ildiz yoniga tarqab ketadi. Qancha namli bodringda uzoqroq tursa, kengroq yoyilsa, ildiz ham kengi bor ekan, tarqalib bor ekan. Agar qancha namli qisqa joyda tursa, ildiz shu namdan u yoqqa o'smas ekan. Quruq joyda rivojlanmas ekan. O'sha amaliyot davomida shuni amin bo'ldim shu narsaga. Xo'p, endi sug'orish tizimi qanaqa bo'ldi? Sug'orish qanchada amalga oshirdingiz? Qanaqa sug'ordingiz? Boshida Bodring suvga eng talabchan o'simlik. Talabchan. O'shani ham aytib muzli suvni ham juda xohlamaydi bu. Hozirgi payt shu oyda ham muzli suv xohlamaydi. Shu bochkani suvga to'ldirib qo'yaman, quyoshda turadi, issiq kunlarda, masalan, bir kun turadi. Urug'chi shu dorichiman aytgan, bir kun suvni ilib tindirgan, keyin quying dedi. O'shanda bodring hosil chiroyli bo'ladi dedi. Suv o'ladi-da ma'lum miqdorda. Boshida shu fevral oyida ekkanimda shu katyolimdan shu 1 tonna suvga masalan 8 litr muzli suv to'ldiraman. Keyin katyolimdan 200 litr issiq suv solaman. O'shanda suv iluv-miluv bo'ladi. O'sha suvni quyaman keyin. O'shandan ildiz, chunki bodring ildiz juda nozik narsa-da. Muzli suv bersangiz, ana och yashil bo'lib qotib qoladi. Men ildiz suv bergan so'ng bodring ketaverdi-da, 1 oy davomida pishdi. O'zi bodring yozida 1 oyda pishadi-da. Fevralda ekdim, lekin 1 oyda pishdi shu bodring. 30 kunda terdim. Yurish jarayoni yaxshi ketdi. Shu bay yaxshi hisobiga ildizni muzlamadi. Ham qo'ygonni aralashtirib chopganman yerni. Qo'ygonni yeri qizitadi birinchi o'rinda. Tuproni qo'ygonga qizitib beradi, kasallik chaqirmaydi. Masalan, mol go'ngi, svejiy go'ng yerga gaz beradi, dimlaydi teplisidan ichini. Qo'ygoni hidi bo'lmaydi, dimlanmaydi. Shani hisobiga baylarda ham ancha kasallik yo'q bo'lsa kerak. Endi bu nima eksam ekan, qanaqa bodring eksam ekan deb ikkilanib yurganlarga nima deysiz endi? Shu mahalladan nechta odam so'rashgan, mana shu Zangida tursam, "Oka, Istanbul ekin" deyman ularga. Istanbul juda serhosil deganman. Ekishdi, serhosil. Chunki o'zim ham Xushbesanni YouTube'da ko'rdim, qanaqa bo'ldi, hamma telefon so'radi. Oldingi yil Instagram joylashinglar bilan mendan so'rashdi. Bodring qanaqa Xushbek deb telefon qilishni boshlashdi o'zi menga. 2 kundan keyin bizni ko'rdik, nima bo'ldi bodring deb. "Yo, mana aka rasm turgan narsa, menga ishonmasa rasmga ishon, yo men sizga ishonamiz" deb. Mahallani ko'pchilik Istanbul ekdi oldingi yil. Shu urug'dan maslahat berdim. Endi doim shuni ekansizmi endi? Xudo xolasa bu yerga doim ekdim, bu yil xudo xolasa keyingi yil ekaman. Daromad yaxshi. Doim yaxshi bo'lar ekanmi? Xudo xolasa har yili kelasiz, mehmonim bo'lib, rasmga olib ketaverasiz. Rahmat aka, rahmat. Avvalambor sizdagi shunaqa mirishkor tajribali dehqonlar ko'paysin. Shunaqa tajribalarni, o'zini bilimlarini boshqa dehqonlar bilan bo'lishadigan, o'rtoqlashadigan dehqonlar ko'paysin. Bemalol. Baraka. Bundan yaxshi hosillarni tilab qolamiz. Rahmat. Kelib turinglar, xudo xolasa keyingilar xuddi shunday ekanmiz yana. Xudo nasib qilsa chiroyli qilib beramiz. Iloji boricha qarab beramiz. Rahmat.